Mani yoga navaralarim ko'payib ketyapti, Xudoga shukr. Ular именно baribir men doktorga borish kerak, doktor yordami kerak, dorilar kerakdir. Lekin beharakat bo'lib, qon aylanmasa organizmga baribir bu taraflama yordam kerak. Juda ham ko'p. Bu уже juda ko'payib ketdi. Oldin bitta, ikkita deb gapirardim, hozir ham juda ham ko'p. Kursimda даже 2 xat bo'lib qolishyapti. Homilador bo'lib, homiladorligini homiladorlik paytida ham shug'ullanishyapti, что bola yaxshi rivojlanadi o'shanda. O'zi женский organlarda yaxshi qon aylanmaganidan homilador bo'la olmagan ayol точно yana shug'ullanish kerak yoga bilan, chunki biz davom etishimiz kerak shuni. U bolaga qon aylanishini yetkazib berib turish kerak, chunki bola yaxshi rivojlanishi uchun. O'zi yaxshi ishlamagan женский organlarga точно yordam kerak. Вот shunaqa yoga navaralarim ko'payyapti. Juda ham xursand bo'lib ketyapman. Yana juda ko'p yotuvli bo'lib qolgan autoimmunные заболевания, gipotireoz. Да, вот buqoq shunchalikki, что yurak yaxshi ishlamaydi, yotuvli bo'lib qolganlar. Ular meditatsiyalarimni qo'yardilar. Qila olgancha yotgan joyda qo'l oyoq qimillab, chunki o'tira olmas ekanlar, o'tirsalar yurak urib ketar ekan. Ular yotgan joylarda ozgina shug'ullandilar, keyin o'tirgan joyda shug'ullandilar, keyin уже yurib ketdilar. Shu bilan ular yoga instruktori bo'lib ketdilar. Samarqandda, Kattaqo'rg'onda dars beryaptilar уже. Что bu sog'lomlashtiradigan zo'r instrument.